Hurmatli qadrdonlar, mollarimizni hali ikkita qo'ygan Xo'jaoboddan olgan Greenford mollarimizni so'yib olib chiqdik. Trigini kilosi, go'shtini kilosini so'ragan odam kommentariyada o'ta ham ko'payib ketibdi. O'zi odatda aytmaymiz, bunisini aytamiz lekin. 601 kiloga 622 kilo trigi keldi mollarda. Videoda oxiriga ko'rsanglar, mollar tortilgan videolari ham chiqadi, qo'yiladi, qolgani ham. Go'shtlarini ko'rib baho beringlar. Go'shi 2633 kilo keldi. Sababi haligi hammada har xil fikr tug'ilib qoladi, nimaga kelmadi, oz prosent beribdi, shuni oz foiz ekan deb tushunishi mumkin. Bu mollar zagonda yurgan mollar, zagondagi mollarni to'yguncha ovqat yeydi, qonni qatmaydi. O'zi uni bilib turib oldik. Lekin bo'lsak ekan mollar ham, o'zi hali eng anaqa tomoni, endi u zagonda tishini ko'rib bo'lmaydi molni, lekin go'shi nihoyatda eng oliy darajada, eng oliy sortdagi go'sht. Go'shtlarni ko'rib baho bera olasizlar. Xudo xolasa ertaga dushanba kuni inshaalloh sodada bo'ladi shu go'shtlarimiz. Eski shahardagi do'konlarimiz ham hammasi ishlaydi, hammasida shu go'shtlarimiz bo'ladi. Keyin hamma so'ragan qazilarimiz ham yetib chiqdi. Endi buni videolarini ertaga qilamiz inshaalloh. Qanaqa go'sht kerak bo'lsa, tillo go'sht mahsulotlarida sizlar uchun eng oliylari, eng sifatlisi bo'ladi. Qo'ydan dana deysizmi, biqin deysizmi, mol biqinmi, go'shtni sohasida qanaqasini istasangiz inshaalloh ertaga bo'ladi hammasi. Ot go'shti, mol go'shti, qo'y go'shti o'zimizda bor. Kela olasizlar, sizlarni kutamiz. Eng zo'rlari sizlar uchun faqat.